Ko'pchilikni dahshatga solgan, minglab o'limlarga sabab bo'lgan koronavirus pandemiyasini unutganlar va o'tib ketgan dahshat deb eslaydiganlar bor atrofimizda. Ammo dunyo laboratoriyalar va tibbiyot ekspertlari hozirda butunlay boshqa, ancha shafqatsiz hantavirus epidemiyasi haqida bong urmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro nashrlar vahimali xabarlar bilan to'lib toshgan. Ularda aytilishicha, o'lim darajasi dahshatli darajada yuqori bo'lgan bu virus tinch hayotimizni ostin-ustun qilib yuborishi hech gap emas. Xo'sh, bu vahimalar ortida qanchalik haqiqat bor? Keling, vaziyatni bosiqlik bilan, lekin hushyorlikni yo'qotmay tahlil qilamiz. Hantavirus nima va u qayerdan paydo bo'ldi? Hantavirus bu yangi virus emas. U asosan kemiruvchilar, sichqon va kalamushlar orqali yuqadigan, odamda o'pka yoki buyraklarning og'ir shikastlanishiga olib keladigan xavfli infeksiyadir. Virus ilk bor o'tgan asrning 50-yillarida Koreyadagi Xantan daryosi bo'yida aniqlangan. Nom ham shundan olingan. Virus kemiruvchilarning axlati, siydigi yoki so'lagi qurib, changga aylanib, havoga ko'tarilishi orqali tarqaladi. Odam shu virusli changdan nafas olganda kasallikni yuqtirishi mumkin. Bu virusda o'lim ko'rsatkichi o'ta yuqori. Masalan, virusning o'pka sindromini keltirib chiqaradigan turi bilan kasallanganlarning 38% gacha bo'lgan qismi vafot etadi. Bu COVID-19 dan bir necha 10 barobar yuqori degandir.